ish. Jannatda eshigini ushlaymiz-ku, ruchkasini inshaalloh. Halqami, ruchkami ushlaganimiz ish o'shanda tugaydi ekan. Siz bilan mendan zo'ri ham tugatalmagan ishni. Tugamaydi bu. O'lsak ham tugamaydi. Nabarot ishni haqiqiysi o'lgandan keyin boshlanadi. Hatto hayotga javob berish kerak, qilgan ishlarga javob berish kerak, u problema g'ayb. Ish gap qisqasi jannatda eshigi tushalganda endi ish tugaydi. Nima demoqchiman? Ish tugamaydi akalar. Unga borish, to'y, futbol, oshnalar bilan o'tirish, ish, panonim bor, pukunim bor. Ota-ona uyda o'zi yakka o'tiradi, qarigan, 50, 60, 70 yashar. U bizni ikkita nonimizga emas, mehrimizga zor bo'ladi. Mana endi tushunyapsizlar hozir.